Teatr. Bu shunchaki sahna va chiroqlar emas. Bu inson ruhiyatining eng teran qatlamlariga safar desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu safarda yo'l boshlovchi bo'lish esa har kimga ham nasib etavermaydi. Bizning bugungi qahramonimiz bir vaqtning o'zida ham olim, ham ijodkor sifatida san'atning murakkab falsafasini oddiy va jonli tilga ko'chira olgan shaxs. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi, falsafa fanlari nomzodi, professor Ma'murjon Umarov. Uning hayot yo'li ilm va sahnaning yaxlit birlashmasidir. Professor Ma'mur Umarov ko'p yillardan buyon bo'lajak aktyor va rejissyorlarga dars berib keladi. U falsafa fanlari nomzodi sifatida san'atni chuqur tahlil qiladi va o'z uslubiga ega ustoz sifatida e'tirof etiladi. Bugungi kunda yetuk kadrlar tayyorlashga mas'ul va qolaversa yoshlarimizni ijodiy, ilmiy jarayonga bevosita shahdam qadamlar bilan kirishida o'zini umrini, jonini, mehnatini, ilmini fido qilib kelayotgan, safarbar qilib kelayotgan ustozlarimiz juda ham ko'p. Shular qatorida va qolaversa shularni yetakchilari qatorida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti professori, falsafa fanlari nomzodi, tajribali, mahoratli ustoz Ma'mur Umarovni keltirishimiz mumkin. Ma'mur Umarov teatr san'atini, tomosha san'atini, estrada san'atini, umuman san'at turlarini yaxshi biladigan inson. Nafaqat amaliy jarayon, ijodiy jarayonlarni va qolaversa Ma'mur Umarov san'atni nazariy xususiyatlarini bevosita yoshlarga tushuntirib bera oladigan va san'atning nazariy xususiyatini mukammal biladigan ustoz sifatida bugun respublikamizda, bu institutimizda tan olinadi. Ma'mur Umarovning darslari juda ham qiziqarli. Tomoshabin jon quloq bilan tinglaydi, eshitadi. Sababiki xalqona, oddiy, eng asosiysi bugungi kunimizda Ma'mur Umarov yana bir katta ilmiy tadqiqotga qo'l urgan, buni tan olib aytishimiz kerak. O'zbek teatrida ma'lum bir jarayonda kemtik bo'lib turgan jadid teatri haqida katta bir izlanishlar. Mana bugun ayni jarayonda jadidlar teatri haqidagi monografiyasi bilan tanishib chiqdik. Tavsiyalar berdik chop qilinishiga. Sababiki bugungi kun tomoshabini, bugungi kun teatr ixlosmandlari, san'at ixlosmandlari uchun bunaqangi kitoblarni, bunaqangi monografiyalarni, ilmiy tadqiqotlarni chop ettirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Eng asosiysi Ma'mur Umarov talabalarni yaxshi ko'radi. Judayam bu insonni talaba Ma'mur Umarovni, Ma'mur Umarov talabalarni izlab yurgan jarayonda kuzatishingiz mumkin. Hamisha ijodiy jarayonda. Har qanday katta daraxtning ildizi tuproq qa'rida bo'lganidek, insonning xarakteri ham bolalik xotiralaridan suv ichadi. Ma'murjon aka uchun oila eng muqaddas dargoh. Ota-ona va bobo-momo o'gitlari esa umrbodlik dasturul amal bo'ldi. Bugun u o'tmishni eslar ekan, qalbidagi o'sha beg'ubor damlar uning ijodiy qiyofasini qanday shakllantirganini yaqqol his qilamiz. 1950-yili 20-avgust kuni Sayram qishlog'i deyiladi, Janubiy Qozog'iston Chimkent yonidagi qadimiy Sayram shahrida tug'ilganman. Ahmad Yassaviyni tug'ilgan yurti. Otamiz Xudo rahmat qilgur, urush qatnashchisi edi. 43-yil urushdan yarador bo'lib qaytgandan keyin 46-yilgacha Chimkent shahridagi harbiy komissariyatda xizmat qilgan. 46-yildan yo'l qurilishiga, o'sha Chimkent bilan shaharni bir-biriga bog'laydigan yo'l qurilishiga ishga kirib, shu yerda yo'l qurilishidan ishchi bo'lib pensiyaga chiqqanlar. Umarov Bo'tashayx degan kishi otamiz bo'ladilar. Shuning uchun men Umarov Ma'mur Bo'tashayxovichman. Endi onamiz Xudo rahmat qilsin Guliston Shoyi Yunusova. Onamiz nihoyatda savodli ayol bo'lib, eskilik bilan yangilikni juda yaxshi biladigan, qo'lga tushgan kitobni o'qiy biladigan
ruscha, o'zbekcha, farsiy, arabiy bemalol o'qib tarjima qilaveradigan darajada savodi bor edi onamiz. Akamiz 47-yil tug'ildi, men 50-yil tug'ildim. Shunday qilib 10 ta farzand oilada katta bo'lgan. Bobolarning duosi, momalarning duosi yuqar ekan. Yana bitta sababchi bo'lgan Mohliroyim degan momomiz. Bobomiz esimizda yo'q, 32-yilga ocharchilik, katta ocharchilik bo'lgan. O'sha paytda 4 ta farzand, 3 o'g'il, 1 qizi bor Mohliroyim momomiz. Bolalarga qarab turib xo'jayiniga aytgan ekan, shu Toshkent non shahri deyapti, hamma Toshkentga bor, rizq topib kelyapti. Nasib qilgan bo'lsa, bolalarning rizqi bo'lsa yig'ib kelarsiz degan. Qaytib kelmagan. Aytishlariga qaraganda shu yo Toshkentga yetib bormagan, yo yo'lda qarashsalar, nimadir bo'lganda. Shu bilan Mohliroyim momo 3 o'g'il, 1 qiz bilan qolib ketgan. Otamni onalar. 3 o'g'ilni bittasi Botir degan eng kattasi. Nihoyatda savodli bo'lganligi uchun, hisob kitobga usta bo'lib 8 yoshida yozuv chizuvni mukammal o'zlashtirganligi uchun o'sha paytda kolxoz tashkil qilgan. Kolxozda savodi bor odam kam bo'lganligi uchun kattalar yetaklab yurib, o'lcha, yoz deb daftar qalamni olib yuradigan yonida 8 yoshidan kechqurun ketayotganda bir buqonga non berib yurar ekan. Shuni oilani tebratishgada bilar ekanki, otasiz o'sayotganligini. 8 yoshidan Mohliroyim momomiz urushga ketib, shu katta o'g'li 45-yil 1-may kuni oxirgi xatni olgan. Onajon, urush tugadi. Xudo xolasa yaqin kunlarda ko'rishamiz degan xat kelgan. Keyin 10-may kuni qora xat kelganda ishonmagan. Keyin mukofot haligi qora xat kelganlarga davlat qo'shimcha haq to'lagan. Haligacha esimga men olmagan davlatdan bir tiyin, men ishonmayman o'g'lim o'lganiga. O'g'lim tirik deb olmagan ekan davlatdan bironta yordam, keladi xudo xolasa. Va shu haligacha esimda, har kuni sigir sog'ilardi va ustiga non qilinardi. Kichkina kulchani ataylab o'zlari yasardilar, kichkina. Kattaroq yumshoq non bo'lsa, kichkinasini bu Botir o'g'limni, katta o'g'limni rizqi deb har kuni bitta kulchani olib yig'ib qo'yardi. Qopga solib yig'averardi. Qotib suv qochgandan keyin qo'shib qo'yaverardi. Shu bir qop bo'lib, ikkinchi qop to'la boshlaganda qo'yadigan joy yo'q ekan deb, bu paytda qattiq sovuq bo'ladigan paytda molxonaning tepasiga olib kirib osib qo'yganda, olib kirib ostirgani esimda haligacha. Shu bilan bir mahal Mohliroyim momo yig'layapti, ho'ngrab, buqani so'kyapti, molxonadan ovoz kelyapti. Hamma yig'ilib chiquvdi. Buqa arqonni uzib nonni yeydi, tepada osilib turgan. Arqonni uzib tepaga sakrab, muzgizi bilan qopni yerga tushiribdi-da. Ana shundan keyin yig'lab o'tirgan ekan. Endi ishondim. Rizqi tugadi. Bolam rizqi tugadi deb haligacha esimizda. O'sha Mohliroyimni tarbiyasi shekilli davr, urushdan keyingi davr, hamma ishga ketadi, otamiz ham ishga ketadi, onamiz ham ishga ketadi. Shu 10 ta bolani o'rab, chirmab, tarbiyalagan, kattalagan Mohliroyim momomizda. Shu havas qilib, umri o'xshamasin, lekin iymoni, e'tiqodi o'xshasin deb nabiramizga Mohliroyim degan ism qo'ydi. Endi bu bolalik bu. Yaxshi so'radingiz, endi bu bolalik. Ijod qayerdan keldi? Ijod men
qishlog'imizda bir injener elektrik degan akam bilan teng yigit, yoshgina yigit irrigatsiya institutini bitirdida qishloqqa bordi. Qishloqqa borgandan keyin birdaniga Arabistondan shartnoma tuzib, Arabistondagi katta kanal qurilishiga injener energetik bo'lib ketib, 2 yilda hech kimda yo'q gaz 24 Volga mashinasini yangisini qishloqqa haydab kirib keldi. U paytda faqat kolxoz raisida bor Volga, u kirib keldi. Shu bilan kim bo'lasan degan savolga avval kosmonavt bo'lamiz desak, keyin injener energetik bo'laman degan havas paydo bo'ldi. Shu bilan fizika, matematikani tayyorlab irrigatsion instituti energiya fakka topshirdim. Fizikadan 3 olsa, bitta 3i bo'lsa olmasa, qaysi fandan bo'lsa. Inshoni 4-5 ga yozdim. Matematika og'zakini 4 ga topshirdim. Fizika og'zakini 4 ga topshirdim. Fizika yozma 3 bo'lib qoldi. Shu bilan armiyaga ketib qoldim. Armiyadan kelsam, onam rahmatliga aytdi, teatralniy institutga kiraman deyapti dedi. Men aytdim, teatralniy institutga kirish uchun biror narsa, rubob olib berishgan ekan. Opke, rubobingni dedi. Mana Sherali Jo'rayev radioda qo'shiq aytyapti, eshitib o'tirib 2 marta qaytarib o'rgan bo'lyapti dedi. O, xudo beribdi dedim. Rubob ham olib beribsizlar dedim. Ha, qara dedi, shu ukang teatralniga boraman deyapti. Teatralniga kirdi, sen irrigatsionga kiraman, endi armiyaga borib kelding, endi olishadi seni dedi. Xo'p deb kelsam, o'chirt, endi armiyadan kelganman, tez oralardan kirib, o'chirt, odam hamma yo'q. Oralardan kirib, armiyadan keyin tez amallab topshirib, yotoq ham olib, sport zaldan joy berishdi, sport zaldan joylashib, yoniga o'zimga ham to'lab, ko'yka olib joylashib oldim. Irrigatsioniga borib kelaman, bu yoqda o'chirt bo'ladi, bu yoq ukadan xabar olgani kelaman. Shuna qilib tursam, Timofeyev Nina Ivanovna degan mashhur kampir bor edi, sizlar ko'rgan bo'lsanglar. O'sha kampir soldat dedi, qayerdan ko'rgan? Men soldat formasida emasdim, lekin hammaning ichida tetik, armiyada ko'rgan qomatni ushlab, tetik yurganim soldat dedi. Unda o'girilib qaradim, chepchap. Ты служил dedi, da dedim. Hujjat topshirdingmi dedi. Yo'q dedim, nega topshirmayapsan dedi. Ukam dedim, qo'shiq aytadi, topshirgan. Sen kim, qayerga? Men irrigatsion. Bekka topshirib ko'r dedi. Ruschalab gapiradi. Agar dedi, yoqmasa dedi, hujjatingni olib beraman, borib. Xo'p dedim. Indamadim 1 kun, 2 kun. Har ko'rganda sdal deydi. Net, почему deydi. Я хочу инженером стать. Desam, da dedi. Keyin 3-kun, 4-kun o'ylab qoldim. Ertaga imtihonga kirganda meni aytganim qilma deb ukam tinchitib yubormasin dedimda. Topshirdimda kampir ko'rib qoldi. Sdal dedi, da dedi. Kuda dedi, aktyorskiy dedim. Молодец dedi, o'tib ketdi. Shunday imtihonga kirsam, o'tiribdi-da Arsen aka degan bilan Timofeyev Nina Ivanovna ikkalasi yonma-yon o'tiribdi, aktyor kurs olayotgan ekan. Bilan chiqaman, ukamga 4, menga 5. Kampirni topdim-da, "Здравствуйте. Я не хочу поступать. Men kirmoqchi emasman." Bu ukam qo'shiq aytadi, rubob chaladi. Men desam, "Посмотрим. Keyingi examga tayyorlanib kelavergin, посмотрим." deb shu bilan ketma-ket 5larni olib teatralniy institutga men kirib ketdim. Ukamga boshqa rizqi boshqa yoqda ekan, vrach bo'lib ketdi. Qarang, biz rejalashtirib injener bo'lmoqchi edik. Ruhiyat injeneri bo'ldik. Qarang, har injener. Aktyor degani ruhiyat injeneri ekan. Hozir 5-kitobni ustida ishlayapman. Birinchisi Mannon Uyg'ur Milliy teatr va Mannon Uyg'ur estetikasi bo'lsa, ikkinchi kitob alohida bo'ldi. Monografiya Mannon Uyg'urni o'zi estetikasi ajratib. Uchinchisi estrada va ommaviy tomoshalar tarixi degan darslik bo'ldi. Hozir u darslikni barcha kurslar o'tyapti.
uchinchisi rejissyorlik va aktyorlik san'ati asoslari degan darslik bo'ldi. Magistrlar uchun va bakalavrlar uchun. Keyingi kitob dramaturgiya va rejissura asoslari faqat magistrlar uchun bo'ldi. Xudo xolasa Jadidlar teatri degan monograf tayyorlayapmiz. Xudo xolasa yorug' yuz bilan shuni ham sizlarga bitta sovg'aga, o'quvchilarga, Jadid teatri ixlosmandlarga topshirish niyatida yuribmiz. San'atshunoslikda falsafiy mushohada yuritish bu voqelikning tagidagi haqiqatni izlash demakdir. Ma'murjon Umarov nazariyani amaliyot bilan boyitgan kam sonli mutaxassislardan. Uning uchun aktyorlik mahorati bu shunchaki rol o'ynash emas, balki inson borlig'ini anglash vositasidir. Hamkasblari uni har bir fikrida teran mantiq va ilmiy asos borligini alohida e'tirof etishadi. Falsafa fanlari nomzodi professor Ma'murjon Umarov haqida har qanday yaxshi fikrlarni men talabalik yillarimdan boshlab gapirishim kerak deb o'yladim. Sababi institutga qadam qo'ygan zamonlarimdan ustozni aktyorlik mahoratidan dars beruvchi ustoz sifatida bilganman. Bizni kursimizga nazm va navo degan ko'rsatuvni efirga olib chiqish uchun ustozimiz bilan ishlash uchun kirganlar va bolalarning ichidan bir qancha talabalarni tanlab olib, ular bilan Furqatning g'azaliyotini, she'riyatini nazm va navo ko'rsatuviga tayyorlaganlar. Shunda Ma'murjon akani birinchi marta g'azal ishlash ustida ustoz bilan taniganman va ularga ro'baro kelganman. Ustozni nafaqat aktyorlik mahorati, balki sahna nutqida ham, sahna harakatida, sahna jangida va qolgan aktyor shakllanishi mumkin bo'lgan boshqa darslarga ham befarq emasliklarini sezganmiz. Keyinchalik bildim, ustoz etika va estetika, ya'ni Stanislavskiy etikasi yo'nalishida dissertatsiya yoqlayotganliklaridan xabardor bo'lganman talabalik yillarimdayoq. O'sha yillarning mashaqqati ilm qilishning xuddi qumdan oltin qidirgandek yoki bo'lmasa quduq nina bilan qazigandek mashaqqatli davrida birinchilar qatorida ustoz mana shu kasbni, aktyorlik mahorati kasbining egasi bo'lib turib, ilm bilan shug'ullangan ustozlardan hisoblandilar. Va ustozdan men sahna nutqining oltin qoidalari degan so'zni eshitganman. Unli tovushlarning dona-dona bo'lishi, so'zlarning oxiridagi bo'g'inlarni aniq yetib kelishi, uning oltin qoidasi, o'zgarmas oltin qoidasi deb bizga saboq berganlari yodimda. Bugun Ma'murjon aka Umarovni ilm ahli ham juda hurmat qiladi. Chunki kimki ustozni etaklaridan ushlasa, ilm yo'lida mustahkam qadam tashlaydi va marralarga yetib borishi aniq bo'ladi. Chunki bir g'azal bor-ku, tutib ilkimdin yo'lga solsa deb bir rahnamo istab. Bugun Ma'murjon Umarov ustozimiz san'at olamida, san'at ustalarining ichida, san'at pedagoglarining ichida mana shu rahnamo ustozlarimizga, yetaklovchi ustozlarimizga aylangan pir ustozlarimizdan biridirlar. Ma'murjon Umarov ustozni men shifokorga o'xshataman. Shifokor bo'lganda ham rostakama. Haligi ko'zingni ko'rib, rangingni ko'rib, shunday tomiringni ushlab dardingga nima davoligini aytib beradigan shifokor bo'lganidek, ustozni nigohlari ham spektaklda, teatr spektakllarida, bitiruv malakaviy spektakllarida bir nigoh tashlab berishlarini o'zi mana shu yerdagi qanday kamchilik bo'lsa shuni aniqlab, unga nima qilsa chora topilishini ham aytib berib, davosini, malhamini ham aytib berib ketib, mana shu spektakllarni jonlantirib yuborish qobiliyatlari bor. Shuning uchun ustozni har bir tashriflarini biz doimo e'zozlaymiz, doimo qadrlaymiz. Men ustoz haqida gapirganimda mana shunday bir pok qalbli, shogirdlarini juda ham hurmat qiladigan, ularga hamisha bir cheksiz otalik muhabbati bilan qaraydigan ustoz sifatida bilaman. Ustozni eng hurmat qiladigan jihatim shundan iboratki, ular Arastu falsafasini juda ham yaxshi tushungan
o'sha o'zini har bir asarlarida, o'zini har bir chiqishlarida, talabalar bilan bo'ladigan muloqotlarida bu asarga murojaat qiladi va Arastu falsafasini sharqona ta'bir bilan talabalarimizga tushuntirib berishga harakat qiladilar. Alohida hurmatga e'tirof etiladigan jihatlardan yana bittasi har bitta narsani do'stona qabul qilishlari va pand nasihatlar orqali to'g'ri yo'lga solishlarida deb bilaman. Eng yana katta yutuqlardan biri, men ko'pincha ularni mana shu kafedramiz birga bo'lib ishlash jarayonida anglagan narsam, loqaydlik va erinchoqlik ustozga begona narsa. Biror bir satr bilan talaba yoki doktorant bo'ladimi, magistr bo'ladimi, talaba bo'ladimi, oldilariga murojaat qilib keladigan bo'lsalar, ular erinmasdan loqaydlik, erinchoqlik degan narsadan yiroq turib u narsani albatta ko'rib chiqadilar va o'zlarining maslahatlarini beradilar. Ma'mur Umarov bilan biz Toshkent teatr rassomlik institutida 1969-1973 yillari birgalikda tahsil olganmiz. Ular aktyorlik san'ati kafedrasida, biz rejissyorlik kafedrasida tahsil olganmiz. Shu paytdan bir-birimizni yaxshi bilamiz. Ma'mur o'sha vaqtning o'zida ham o'z faoliyati bilan, qiziquvchanligi bilan, intiluvchanligi bilan talabalar orasida ajralib turar edi. Ayniqsa uni faoliyati talabalar kengashining raisi sifatida olib borgan faoliyatida juda yaqqol namoyon bo'lgan. Chunki butun institutning talabalarini yashaydigan joyidagi barcha muammolar bu kishi qo'lda edi va muvaffaqiyat bilan amalga oshirar edi. Keyinchalik pedagogik faoliyatida u ilmiy ishlarga, ilmiy jihatdan yondashishni o'ziga afzal deb bilib, bir qator o'quv qo'llanmalar yaratdi va so'nggi yillarda, ya'ni 2010-yillarda u darslik yaratishga kirishdi. Darslik bu oliy o'quv yurti uchun eng mukammal, zarur bo'lgan hisoblanadigan eng asosiy muomala vositasi shu bo'ladi. Men asosan mana bu Ma'mur Umarovning shu kitobi haqida, ya'ni Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi kitobi haqida biroz to'xtalmoqchi edim. Chunki mana shu darslikda o'zbek estradasining, jahon estradasining paydo bo'lishi, taraqqiyot davri va ularning janrlari haqida mukammal fikr yuritib, keng yoritib berilgan. Buni o'ziga xos tarafi, barcha janrlar, barcha tarixiy vositalar, barcha ilmiy manbalar asosida yondashilgan holda o'z isboti bilan yoritib berilgan. Shuning uchun men shu kunlarda o'z pedagogik faoliyatim davomida magistrlar bilan dars o'taman. Magistrlarda aynan shu fanimiz bor va men magistrlarga mana shu darslik orqali ularni o'z kasbini, tarixini, rivojini, o'zbek estradasi rivojini va eng asosiysi janrlari haqida mukammal dars olib boraman. Nimasi ma'qul buni? Bu qisqa, lo'nda, o'zbek tilida tinglovchi uchun, o'quvchi, kitobxon uchun sodda tilda bayon qilingan. Men fursatdan foydalanib, mana shu sohaga qiziquvchilarga va shu institutning talabalariga ushbu darslikdan keng foydalanishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Avvalo Ma'murjon Umarov ustozimiz haqida so'z borganda, uning birinchi insoniy fazilatlari haqida gapirmoqchiman. Juda ko'p holatlarda ba'zi insonlarga noyob bo'lgan bir fazilatlari bor. Misol uchun bir inson oldingizdan chiqib qoldi, shu inson bilan ko'rishishingiz kerak. U shunday bir insonki, sizni biladi, oldindan ko'radida, sizga yoqadigan, sizni maqtaydigan, sizni yaxshi jihatlaringizni topishga harakat qiladi. Masalan, men bilan ko'rishadigan bo'lsa, "Ya Vahobjon, yaxshimisiz? Sizni falon kitobingizni ko'rdik, falon qo'ygan asaringizni, sahnalashtirgan asaringizni ko'rdik, falon qildik" deb va maqtab bizni ichimizdagi yaxshi fazilatlarni yaxshi tomondan yondashga harakat qiladilar. Har bir ko'rishgan odam, Ma'murjon akam shunday ko'rganlarida yuziga bir kulgi, qandaydir bir samimiylik tarqaladi. Bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, men pedagogik faoliyatlariga ham ozgina e'tibor berish nuqtai nazaridan gapirmoqchiman.
Mana shu Ma'murjon akam faoliyat yuritadigan kafedrasida dekan bo'lib ishlaganman men. Shu fakultetda dekan bo'lgan paytimda meni qo'limga bir ariza kelib qoldi. Ma'murjon akamlar haqida biroz bu narsa negativ narsalar yozilganda. 3-4 ta odamlarga imzo qo'ydirishga ham ulgurishgan. Men nima bu desam, siz qo'l qo'yib bersangiz, buni rektorga olib kiramiz dedi. Aytdim, nimaga? Desam, shunaqangi haligi tuhmatga o'xshagan narsalarni yozishyapti. Aytdim, bu unaqa narsa emas, bu tarbiya nuqtai nazaridan yondashgan holda qilgan bu ishlarni. Bu noto'g'ri qilyapsizlar. Bu inson mana shu rejissura, aktyorlik mahorati, dramaturgiya, umuman sahna san'ati bo'yicha ham nazariy jihatdan, ham amaliy jihatdan juda ham chiroyli tahlil qilib bera oladigan pedagog deyapman. Bunday odamlar bizlar uchun kerak deb ana shu yerda shu arizani men qo'l qo'ymaganmiz. Men anaqa qilmaganman va o'sha yerda o'zida yig'ishtiringlar bunaqa ishlarni deb. Mana Xudoga shukr, hozirgi kunda Ma'murjon akamiz talabalarimizga, magistrlarimizga, doktorantlarimizga malaka oshirish tarmoq markazlarimizda shu rejissura, aktyorlik mahorati, dramaturgiya, mana shu teatr san'atiga tegishli bo'lgan barcha fanlar bo'yicha dars mashg'ulotlarni olib boryaptilar. Bitta narsani aytish kerakki, biz ko'pchilik mana shu rejissuradan, aktyorlik mahoratidan saboq beradigan o'qituvchilarimiz, pedagoglarimiz Stanislavskiy deymiz, Meyerxold deymiz, Brecht deymiz, Vaqtangov deymiz va boshqalarni gapiramiz. Lekin o'zimizga tegishli bo'lgan, o'zimizga masalan milliy, masalan o'zbek teatriga tamal toshini qo'ygan Mannan Uyg'ur, Yetim Bobojon, Toshxo'ja Xo'jayevlar haqida ma'lumotlar kam. Lekin Ma'murjon akamning juda ko'p manbalarida aynan mana shu Mannan Uyg'ur to'g'risida, uning mana shu teatr san'atiga qo'shgan hissasi bo'yicha juda ko'p maqolalari va alohida bir kitoblari ham bor. Mannan Uyg'ur estetikasi degan. Bitta yaxshi tomonini men yaxshi deb hisoblayman. Ma'murjon Umarov ustozimiz falsafa fanlari bo'yicha himoya qilgan. Ya'ni falsafa nima o'zi? Falsafa tabiat, jamiyat, inson tafakkurining eng umumiy qonuniyatlarini o'rgatadi. Demak, bu qonuniyatlarni shu madaniyatga, san'atga bog'lagan holda yondashganlar. Men Ma'murjon akamni barcha ishlarida, ijodiy ishlariga, ilmiy ishlarida, oilaviy ishlariga omad, muvaffaqiyatlar, katta zafarlar tilab qolaman. Ustoz hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Yana shogirdlariga juda ko'p manbalarni ilmiy maqolalar bilan manbalarni yetkazib berib turishda zabardast bo'lib yursinlar. Sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Ketdik. Ma'murjon Umarovni bir aktyor teatri targ'ibotchisi deb ayta olamiz. U respublika miqyosida bir aktyor teatri festivalini tashkil etishning asosiy tashabbuskorlaridan biri bo'lib, bu janrning yutuqlari va istiqboli haqida kuyunchaklik bilan fikr bildiradi. Shogirdlardan shu uslubga ko'proq ahamiyat berishni talab qiladi. Bolalar, sizlarga rahmat. Bugungi o'rgangan mashqlarimizni takrorlab, keyingi darsga tayyor bo'lib kelinglar. Ko'rishguncha xayr. 2025-yil mart oyida O'zbekistondagi bir aktyor teatrining paydo bo'lishi va rivojlanishi to'g'risidagi mavzuda PhD darajasidagi dissertatsiya himoyasini qildim. Ilmiy rahbarim falsafa fanlari nomzodi professor Ma'mur Umarov edi. Biz ustoz bilan birga mana shu milliy bir aktyor teatrimizni tarixini sinchiklab tizimli tahlil qildik desam mubolag'a bo'lmaydi. 2012-yildan buyog'iga mana shu mavzuda biz o'zimni qiziqtirgan barcha savollarimni ustozga berib boraman, ustozdan javob olaman. Ustozning tavsiyasiga ko'ra adabiyotlardan izlanib, manbalarni, ma'lumotlarni yig'ib, mana bu 2025-yilda himoya qilishga muyassar bo'ldim. Qolaversa, mana shu bir aktyor teatri janrida ham amaliy izlanishlar ham olib boraman. Spektakllar sahnalashtirdim, o'zim ijro etdim. Amaliy ishlarimda ham men albatta tomoshabinga namoyish etishdan avval spektaklni ham ustozim Ma'mur Umarovga albatta bir marta ko'rsatib, ularning maslahatlarini olib, ular bergan ko'rsatmalar bo'yicha kamchiliklarni tuzatib, ana undan keyin katta sahnada
butun jamoaga yoki bo'lmasam tomoshabinlarga ijro etdik. Biz ijro etgan spektakllar xalqaro festivallarda ham ishtirok etdi. Jumladan men postanovka qilgan o'zimizni institutni talabasi ijro etgan Mark Tvenning Shahzoda va Gado spektakli bor. Shiroq spektaklini ijro etganman o'zim. Mana shu spektakllar xalqaro festivallarda ishtirok etib, shu spektakllar bilan biz faxrli 3-o'rinni, 2-o'rinlarni olib kelganmiz. Professor, shogirdlar ardog'idagi inson Ma'murjon Umarov. Haqiqatan ham ustozim haqida fikr bildirsam, beixtiyor to'lqinlanib ketaman, chunki 2004-yil teatr va kino fakultetiga bizni qabul qilib olgan, bizga ilk teatr sirlarini, hayotini, sahnani o'rgatgan inson. Bizni 2004-yil teatralniga qabul qilganligida har biringlarni bir teatr aktyori qilib shakllantirib, diplom berib, shu oliy o'quv yurtidan duo bilan kuzataman deganlar. Va ijodiy darslarimiz boshlanganda, mahorat darsimiz boshlanganlarida har bir talaba grafik tuzilganda 15 daqiqa, 20 daqiqa ijodiy ishini ko'rsatardi. O'zi o'ylab topib kelardi. Undan keyin mahorat darsi boshlanardi. Sahnada shu talabani bir o'zi 20 daqiqa boringki, yarim soat tomoshabinni ushlab turadigan darajada bir o'zining repertuarlari bilan konsert qo'yib berardi. Va hozirgi kunda o'zbek teatr san'atida ko'plab shogirdlar, shaxsan bizning kursimizda 30 dan ziyod talabani o'zlari shaxsan saralab respublikadan tanlab olgan bo'lsalar, eng ko'p teatr sohasida ishlayotgan mani kursdoshlarim. Shaxsan O'zbek Milliy akademik drama teatrida ham 6-7 tadan ziyod shogirdlari faoliyat yuritadilar. Hozirgi kunda ular ham mana ayni daqiqada syomka jarayonlarida, xalq xizmatlarida bo'lib yuribdi. Qiziqchilik maktabi. Uning faoliyatida qiziqchilik san'atini ilmiy va kasbiy asosga qo'yish muhim o'rin tutadi. U kulgi san'atini shunchaki ko'ngilochar soha emas, balki katta tarbiya vositasi va mahorat maktabi sifatida shogirdlarga o'rgatib keladi. Satira va yumorga juda ixlosim baland. Hojiboy Tojiboyev bilan kursdosh bo'lganmiz. O'sha paytda paxtaga borgan paytdagi kulgili hangomalarni eslab qolib, zo'r tesha tegmagan latifalarni eslab qolib, bir marta sayramda mana meni shogirdim kelibdi, aktyorlik sohasiga kirib kelibdi, men tabriklayman deb adabiyot o'qituvchilari to'yni olib borardi u paytlarda, 70-yillarda. Birdan mikrofon berib yubordi. Nima deyishimni bilmayman, assalomu alaykum dedim. Tavakkal deb paxtadagi qiziq hangomalarni gapirsam, birdaniga gur kuladi hamma. Pul qistiradi. Shu kecha tugagani esimdan, oxirida mikrofonni olib ko'rdinglarmi, men qanaqa shogird tayyorladim degan Muhiddin aka degan, Xudo rahmat qilsin, ustozimiz, adabiyot o'qituvchisi. Qarasam, pul uyga kirdim, hamma yoq pul. Tavba dedim, shu kundan boshlab to'yga chiqmadim. Haligacha to'yga chiqqanim yo'q. To'yga borib bilan qo'limga mikrofon olgan. Shunda bildimki, nihoyatda kulgini, satirani yumori kuchi katta ekan juda ham. Xalqimiz, mehnatkash xalqimiz kulgi sevar ekan. Chunki charchog'ini kulgi bilan chiqarishni xohlar ekan. Shundan keyin Hojiboy Tojiboyevdagi yumorni borligini bilib, aspiranturadan Xazanov, keyin Arkadiy Raykin, Petrosyan uchalasini plastinkasini, shu uchala plastinkani sotib olib kelganman. 84-yil aspiranturadan kelganimdan keyin Hojiboy Tojiboyev birinchi ko'rgani keldi. Shukur Burxonov teatriga ishga ketgan aktyor bo'lib. Tojikistondagi yagona o'zbek teatri bor, Shukur Burxonov nomidagi, Nov viloyatida. Shu yerdan aktyor ko'rgani keldi. Xursand bo'ldi. Toshkentda men aytdim, mana shuni 3 ta plastinka olib keldim, eshitib ko'r dedim. Qo'l sizlar latifa aytardik, hamma gur latifa aytib kulardik. Ular monolog aytar ekan dedim. Bir marta qo'yib eshitib ko'rdik. 85-yil yana keldi ko'rgani. Plastinkangizni olib chiqing, eshitamiz deb tong ottirdik.
keyin toshkentga tez tez keladigan bo'lsa, biron to'yga xizmat keladigan bo'lsa, plastinkani eshitadigan bo'ldik birgalashib, tong ottiradigan. Shunday qilib asta sekin monolog. Men aytdim, shuni qilyapti bular ruslar. Qara, bitta mavzuni ushlab turibdi, shuni atrofidagi muammo. Deb, gapirishga oson-da deb, oxir o'zbekni o'zi qiziq, o'zidan so'zi qiziq. Er-xotin urushi, do'kon ro'molni qurishi, armiyaga borish, bular 15 minutlik monologlar edi. Keyin birgalikda, hamkorlikda bitta so'z qo'shilib, ikkita so'z qo'shilib, kuniga boyib borib, unisi ham yarim soatlik, bunisi yarim soatlik borib 1994-yili mustaqil konsert nomerlariga aylandi. Xalqlar do'stligida saroyida Hojiboy Tojiboyev bilan Ma'mur Umarov yaratgan yangi uslub birinchi marta so'z ustasi sahnaga chiqib, o'zining afishasini chiqarib, ana shu uslub bugun butun teatr san'atida yakka ijro yo'nalishida shakl sifatida qabul qilindi. 2008-yil Xudo rahmat qilib vafot etgan bo'lsa, bo'sh qoldi bu bo'shliq. Keyin ovoz oxunga shuni sen eplaysan, shuni sen eplaysan, shu bo'sh turibdi, tayyor yo'l, shakli shamoyili bor, xalqlar do'stligi xalq o'rgangan. Shu yo'l saqlanib qolganiga xursandman. 4 ta farzand berdi Xudoyim. 4 ta farzand, 2 ta egizagimiz bor, kichkinalari egizak. Uxlamaydi ham, uxlatmaydi ham. Sizlarning bolalar ham shunaqami? Kecha soat 1da ham ko'zi yonib turadi shunaqa. Voy bolam soat 1 bo'ldi, uxla desang, deb qoldi. Kulgu jiddiy masala. Ma'murjon Umarov yaratgan qiziqchilik maktabi nafaqat shodlik ulashadi, balki jamiyatning og'riqli nuqtalariga oyna tutadi. Ustoz shogirdlarga kulgi zamirida ma'rifat va madaniyat bo'lishi shartligini o'rgatdi. Bu maktabning mevalari bugun nafaqat sahnalarda, balki xalqimizning qalbidan ham joy olgan. Mani ustozim, professor Ma'mur Umarov. Biza hamkorligimiz, men institutga birinchi marta o'sha abituriyent bo'lib kelgan paytimda biza tanishganmiz. O'sha bizni o'qishga kiradigan paytimizda konsultatsiya bo'lardi, masal monologlarni bizga Ma'mur aka ustoz o'rgatardilar. Mana o'sha paytdan menda iste'dod borligini his qilib, sezib, meni o'zlariga yaqin tutganlar. Men ham u insonni o'zimga shu paytni o'zida ustoz deb mehrimiz birimizga tushgan, ustoz shogirdlik o'shandan boshlangan. Menga hayotimda juda katta yordamlari bo'lganki, meni katta sahnaga, mana Xalqlar do'stligi san'at saroyiga birinchi bo'lib yetaklagan inson ham mana shu mening ustozim bo'ladilar. O'sha san'atkorlarni, ustoz san'atkorlarni konsertlari bo'lsa, biz talaba bo'lganmiz, bilet ola olmasdik. Ustozni kelib poylab turardik, ustoz bizani olib kirib ketardilar konsertga. Xalqlar do'stligi san'at saroyida 2003-yil edi. Ustoz Hojiboy aka Tojiboyev konsertiga ham shu ustoz Ma'mur aka orqali kirib, shu yerda Hojiboy aka bilan tanishganmiz. Keyin Hojiboy aka ustozimiz narsalar aytib beringlar degan paytda shu sahnaning orqasida aytib berganman. Aytib berganimda bo'ldi, ertaga kelsin, mana shuni sahnaga ham chiqaramiz deganlar. Men o'zim hayajonlanib kechasi bilan uxlamasdan nahotki Xalqlar do'stligi san'at saroyiga Hojiboy akaning konsertda chiqaman, men gapiraman deb kechasi bilan uxlamaganman. Ertasi kuni borib shu institutda talabalar bilan chiqish qilganmiz. O'sha talabalarning ichida bitta faqat meni gapimni zapisga qo'yganlar Hojiboy aka ustoz, qolganlarni qo'ymaganlar. Shu ustozi Ma'mur akaning bahonasida Hojiboy aka bilan tanishganmiz, konsertlarda ham chiqish qilganmiz. Xullas katta sahnaga qadam qo'yishimizda ham meni ustozimni Ma'mur akani o'rni beqiyos. Bu qiziqchilik san'atini ustozlardan shogirdga an'ana bo'lib o'tadigan san'at, lekin men O'zbekistonda shu narsani bilamanki, qiziqchilik san'atini o'zi nazariyasi yo'q. Buni o'qitadigan joyida o'zi yo'q. Masalan, san'at oliygohida ham, san'at madaniyat institutida ham u yerda unaqa qiziqchilikka o'qitilmaydi baribir. Bu eng birinchi navbatda insonning o'zida bo'lishi kerak, iste'dod va o'sha iste'dodni yo'naltiradigan va o'sha iste'dodni to'g'ri yo'lga soladigan nazariyani O'zbekistonda yagona o'ylab topgan odam Ma'mur aka ustoz deb o'ylayman men. Shuni nazariyasini o'ylab topa olgan inson bu inson.
bu nazariya bo'yicha o'qitilmasligi mumkin, lekin mana shu sohani nazariyasini kerak bo'lsa formulasini o'ylab topgan yagona mutaxassis O'zbekistonda men 100% ayta olaman, bu Ma'mur aka Umarov bo'ladi. O'rta Osiyoda ham bilmadim boshqasi bormi yo'qmi. Men o'zim uchun Ma'mur akani ustoz deb tanlaganman, topganman va u kishi bizga dars o'tmasalar ham men bo'sh vaqtlarini topib, kerak bo'lsa uylariga borib, kerak bo'lsa shanba, yakshanba kunlari borib, kerak bo'lsa obed vaqtlarini o'g'irlab bo'lsa ham men ustozni yoniga borib yopishib o'rganganman. Bunaqa insonlarni qadrlash kerak. Inson umri davomida ko'plab rollarni ijro etadi. Lekin eng qiyin va sharafli rol bu ustozlikdir. Ma'murjon Umarov o'z hayotini ilmga, san'atga va kelajak avlod tarbiyasiga bag'ishladi. Uning falsafasi oddiy: san'at orqali dunyoni go'zallashtirish va insonni chuqurroq anglash. Bu yo'l esa hali davom etmoqda. Ma'murjon Umarov bir qancha ma'lum va mashhur bo'lgan ijodkorlarga ustozlik qilganlar. Shularning qatorida mana shu ma'lum va mashhur shogirdlari qatorida men borligim men uchun juda katta baxt. Chunki umid bilan o'sha viloyatdan bir hayajon bilan, bir katta qo'rquv bilan katta oliygohni ostonasini xatlaganingizda har doim ham har bitta kelgan insonga xayrixoh insonlar uchrayvermaydi. Men taqdirimdan roziman. Chunki Toshkent shahriga kelib san'at oliygohiga birinchi qadamlarimni qo'yganimda aynan muruvvat ko'rsatganlar. Ikkilanmay aytaman, muruvvat ko'rsatganlar. Ular o'sha abituriyentlarning ichida aynan men bilan alohida suhbat qilganlar. Sababi adabiyotga, she'riyatga e'tiborli inson bo'lganlari uchun men imtihonda she'r o'qiganman. Ifodali qilib o'qiganimda kimni she'rini o'qidingiz qizim deb savol berganlar. Men qimtinibgina o'zim yozgan she'rni o'qidim degan so'zimdan keyin Ma'mur aka menga e'tibor berganlar. Institut o'qishlari boshlandi. O'qishga kirishimizga sababchi bo'ldilar qaysidir bir ma'noda. Semestrlar tugaganda biz choyxonada o'tirardik, kursdoshlar hammamiz ustozlarimiz bilan. Ma'murjon aka ham Yunusobodda yashardilar. Biz ham Yunusobodda yashardik. Muqimiy teatrining oldidagi o'sha Anhor bo'yidagi choyxonada semestr yakunlanib, kursdoshlar bilan xayr-ma'zur qilib ketdikda, ishonsangiz suhbat shunaqa qizib ketganki, biz Muqimiy teatrdan Yunusobodgacha yayov ketganmiz. Birinchi kursni bitirganman. O'shanda Ma'mur aka bilan suhbatlashganda men o'sha payt Hamza deb atalardi bu teatrimiz. Hamza teatrida ishlayman. Hali ko'rasiz ustoz, kitoblarim chop etiladi, she'rlarim chop etiladi deb maqtanib qo'ygan bo'lsam kerak. Oradan yillar o'tib shu teatrda faoliyat ko'rsata boshladim. Kitoblarim chop etila boshladi. Shunda Ma'mur aka kuldilar. Bir qiziqamanda ana o'shanda shu bir fol ko'rsatib, rom ochtirib aytganmisan shu gaplaringni yoki deganlarida yoki deganman, orzularimni aytganman. Qarangki, inson chin yuragidan orzu qilsa, kunlar kelib o'sha orzulariga erishar ekan. O'sha gaplarimni birinchi bo'lib Ma'murjon akaga aytganman. Ana shunday qilgan yaxshiliklari uchun, bir nechta yuzlab o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaganlari uchun va bugungi kunda ham katta kuch, g'ayrat bilan xizmat qilayotganlari uchun ularga tashakkurimni bildiraman, uzoq umr tilayman, sog'-salomat bo'lsinlar. Ma'mur akam bilan men shaxsan 1980-yilingizga kirib, 85-yillarda Ma'mur akam bizga dars berganlar. O'shanda Ma'mur akam bizga ustoz domla bilan kelib, bizga shu aktyorlik mahoratidan dars berganlar. Yosh, haqiqatan ham yosh o'qituvchi bo'lganlar. O'shanda bizga o'zlarining tajribalarini, bizga kerakli narsalarni, lekin ancha narsani o'rgatgan, lekin o'zlari ko'rinishlaridan bundoq qaraganingizda sal yumshoqroq bo'lganlar bilan, lekin darsga kelganda bizga ular juda qattiq qo'l edilar. Juda ham qattiq qo'l edi. O'sha kerakli narsani talab qilib so'rab olardilar bizdan. Masalan, hayotda kerakli bo'ladigan narsalarni
ninadan ipigacha tushuntirib berardilar. Masalan, bitta detalni olganimizda har bitta qo'lingizni yuvganingizdan keyin dastmochi qaysi tarafda cho'nchingizni turishini, masalan, o'sha paytda avtobusga pul berardi, uzatib yuboring deb tanga qaysi tarafda turadi cho'nchingiz titib yurishmasligi uchun, dastmochi qayerda qo'lingizni yuvgandan keyin qayerda turishini hammasini o'rgatib nima qilardilar. Keyin shuni ish o'qish jarayonida o'sha har bittasida kirganimizda, hop, qani dastmoching qaysi cho'nchingda qaysi tarafda turibdi deb so'rab qo'yardi hammadan. To'g'ri aytdimmi, o'shani bajaryaptimi, bajarmayaptimi, shu endi hayotda kerakli narsalarni iloji boricha hammasini tushuntirib berganlar. Sog' bo'lsinlar, hammamizni baxtimiz, shogirdlarning baxtiga, oilalarning baxtiga sog'-salom bo'lib yursinlar, omon bo'lsinlar. Teatrga kelgan yillarini o'zgacha hissiyot bilan yodga oladi. Har bir ustozining yo'l yo'riqlari, o'gitlari hamon yodida ekanligini ta'kidlaydi. Biz opera ijrochisi sahnadagi qiziq voqealar bilan ham biz bilan suhbatda opera ijrochisi sahnadagi qiziq voqealar bilan ham bo'lishdi.